Oilamizda hamma milisa, doktor, povar, vrach, lekin bitta ham artist yoki bloger yo'q. Va menga eng ko'p keladigan savol, qanday qilib blogerlikni boshlagansiz? Hammasi oddiy, shunchaki pul uchun. Sizlar bilan butun dunyoga mashhur shokoladni hozir obzor qilamizda. Men 2022-yil dekabr oylari edi, ofitsiant bo'lib ishlardim va buni qaranglar. Bir kuni yiqilib ketdi. Mevalik shokoladlarni yaxshi ko'raman. Qayol sinab ko'ramiz qanaqa ekan. Anaqa ekan. Короче, bu hammasi отдельно o'chilayotgan ekan. Va ofitsiant bo'lib ishlab yurganimga bir kuni bitta bloger keldi reklama qilishga. San'at. Reklamaga chiqishga esa qiz kerak edi. Keyin men chiqdim. Nima uchun pul? Men faqat ertalab soat 6 ga 7 ga ishdan kelardim. Faqat forma bilan edim. Xo'j, ofitsiant bo'lsam ham boshqalarning ovqatini tozalab yurardim, yegan ustalarni tozalab yurardim. Bir kuni o'zimga o'zim so'z berdimki, shunaqa ish topamanki, shunaqa meni ishim bo'ladiki, men unga ertalab barvaqt turmayman. Qachon xohlasam o'sha vaqtga bo'ladi. Qanaqa kiyim kiyaman, o'sha vaqtga o'shanaqa kiyim bilan chiqib ketaveraman. Hammasini o'zim kontrol qilaman deb. Meni iPhone 6 cham bo'lardi. O'shanga zametkaga men hamma narsalarni yozib borardim. Ssenariylar taqlardim, ana bunday qilaman, bunday qilaman deb. O'zbek blogerlarni kuzatsam agar, hammalari chiroyli hayot ko'rsatadi, chiroyli kiyinadi, chiroyli joylarga boradi, chiroyli ovqatlar yeydi. Men xohlardimki, haqiqatni olib chiqsin. Xunukkina bashara bilan, xunukkina uy bilan, xunukkina ana shu tit bo'lgan uylar bilan, yag'ir soch bilan shunaqa narsani olib chiqadigan bloger qidirdim, topmadim. Bir kuni aytdim, to'xtaki, o'zim shu narsani chiqaraman dedim.